Xo'sh, jinoyatchi, mana seni eng xavfli qamoqxonaga o'tqizdim. Shu yerda endi sen umuman qochib keta olmaysan. Nima deyapsan politseyskiy? Men bundan zo'r qamoqxonadan qochib ketganman. Men mana bundan ham qochib ketaman. Yo, sen qochib keta olmaysan. Sen olding safar rishotkalarni arralab qochib ketuvdi. Endi qara qalinligini sen endi 100% qochib keta olmaysan. Bo'pti, meni ishlarim ko'p. Sen endi xavotir olma. Baribir qochib ketaman-ku. Bilmaysan. O'zim bilan nima olib kirganimni. Men o'zim esa kichkina bo'ladigan konfetni olib kelganman. Mana shu konfetimdan kichkina bo'lib o'tdan qochib ketaman endi. Hop, davay konfetni kichkinasiga biz rishotkalardan bemalol o'tib keta olaman. Ana bo'ldi bo'lmasa. Mani hech kim qidirmaydi ham, hech kim topolmaydi ham. Qidirsa ham topolmaydi mani baribir. Mana shu bekin olsa hech kim ko'rmaydi. Endi men chiqishni qidirishim kerak. Chiqishda ham mani ko'rmaydi ham. Nima oson qochish. Mani rekordim bu. Chiqdim, sirazi qochdim. Ana bo'ldi. Nima? Kuchu meni yeb qo'ymang iltimos. Men yaxshiman, mehriboman, meni yeb qo'ymang iltimos. Men yaxshiman kuchu. Obbo, katta bo'ladigan konfetam ichida qolib ketdi-yu, meni qaytarammi? Qanaqa qilib katta bo'raman, qanaqa qochaman endi men bu yerda. Bunaqa kichkina bo'lib yursam sekin yuraman-ku, katta bo'ladigan konfetam ham qolib ketdi ichkarida. Borsammi kerak ichkariga? To'xta, ichkariga nima qilaman borman? Axir menda kuchu bor-ku. Qani kuchu kecha, bekordan bekor aytishmiding, kuchu eng yaxshi o'rta odam, xavfli ichkariga kirish. Rahmat senga kichik katta-ku. Nima uchun zo'r o'rtoq bo'lib berding rostdan bo'ldi. Senga endi manfaatni beraman, go'sht olib beraman. Qachondir ham kelajakda. Zato 13-qishloqga obbo 13-qishloq. No mayli, men hech kim ko'rmaydi-ku baribir, to'g'rimi? Bo'ldi, borsang bo'ladi. Sen kuchu 13-qishloqga bekor olib kelibsan lekin. Nima bu? Kapotmi? Ana o'yinchi-ku bu. Nima qilyapti-yu? Mayli, endi bu yerdan asl o'g'irlasam bo'ladi bemalol. U bloger unda ko'p izurud bo'lishi kerak. Hozir o'g'irlayman-da. Hozir meni instrumentlarim bor edi-ku, ana o'shalardan mana devorni teshik qilib bemalol sandiqlardan o'g'irlasam bo'ladi. Bo'lmasam davay mana ularni teshik qilamiz, sandiq olamiz. Hammalar do'stlarim, Kamboji meni yangi videoimga yaxshi kelibsizlar do'stlar. Bugun men nima qilaman bilmadim, lekin men ishga chiqishim kerak. Xullas, menga hozir telefon qilishdi, telefonni gaplashishyaptim. Sandiqimning narsalar qani? Tushunmadim, men sandiqimning narsalar qani? Izontlarim turdi. Materiyaga boshqa narsalarim turdi meni. Kim meni o'ynashyapti, kim bilan o'ynashyapti? Kim bo'lishi mumkin? Qani men narsalarim? Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Mana hozir men ko'zimga yopib qoldi narsalarim. Rostdan ham sandiqlarda hozir narsalar bor edi, hozir narsalarim yopib qoldi. Telefonni gaplashyaptim, ishga chiqaman deb. Nima bo'ldi? Men narsalarim qani? Voy kapot, salom, men narsalarimni o'g'irlatib qo'ydim. Nima qishloqqa nima bo'ldi? Mana qaragan kapot, meni sandiqimni, instrumentlarni, olmoslarni meni ko'zimda o'g'irlatib qo'ydi. Kapot, men yo'q qo'ydi, qalagan. Endi yo'q, meni olmoslarim, meni pullarim kim o'g'irlagan? Kim bo'lishi mumkin? Mana qaragan kim teshik qo'yibdi bu yerda. Kim teshik qilishi mumkin edi bu yerda qishloqqa? Qanaqa qilib men narsalarim ham hozir yopib qoldi. Meni izontlarim, mana matiga bug'doy, kartoshka, sabzalarim ham yopib qoldi. To'xta, bu yerda qanaqadir zinami? Kapot qanaqa zina kim kelgan ekan? Qanaqadir hasharot qilganda buni. Hasharot deysanmi? Hasharot axrimni zina qura olmaydi-ku, to'g'rimi? Bo'lishi mumkin emasmi? Hech qanaqa hasharot qilmagan. Kapot kim qiladi bo'lmasa, o'yinchida olsam, bizlar qishloqda hech kim o'g'ri emas. Agar o'g'ri kelsa ham kichkina teshik qilib olmaydi, u ham qanaqadir kichkina odamni qilgan, odam emasligi hasharot bu. Yo'q, bunaqa bo'lishi mumkin emas. Mana orqalariga. Yo'q, do'stlarim, to'xtanglar. Men ham teshik bo'lish kerak deyman. Mana mashitdan. Mana mashita ekan-ku teshik, hammasi tushunarli. Yo'q, baribir tushunarli emas. Kim qilgani tushunarli emas, lekin qanaqa qilib qilgani tushunarli.
hech qanaqa hasharot emas bu. Bunaqa teshik qilib, mani samniqim degani yorqin narsa. To'g'rimi do'stlar? Yorqin narsa olgan-ku. Yordam beringlar, nima bu narsalarim? Oqishloqni o'z keldim, oqishloq baqirib o'tirib qarang qochib deylarchi. Nima oqishloqni ham o'g'irlab ketishdimi? Oqishloqqa hamma narsalaring qani sana? Kapur, men narsalarni o'g'irlab ketishdi. Nima, sen narsalarni o'g'irlab ketishdi, sen ham narsalarni o'g'irlab ketishdimi? Kapur, men ularni qaragan, endi bu narsalarim yo'q. Men shaharda edim. Shaharda o'zim uyim kirsam, chuqur turibdi, boshqa narsalarim yo'q. Bu chuqur nima? U kimnaqa chuqur qazigan ekan qishloqqa? Nima bo'pti? O'zi bo'pti. Meni ham xuddi shunaqa jigaring qishloqda ham shunaqa. Nima kim qilgan Kapur? Hasharot qilganmi? Qanaqa daryoga emas, chiqib kelganmi bu yoqqa? Yo'q, men politsiyaga telefon qilishim kerak. Hozir to'xtab turib politsiyaga telefon qiling. Shu 3 ta odamimni o'g'irlasa bo'lmas edi. Qanaqadir chiqqan hasharot bo'lsa, men politsiyaga telefon qilaman, politsiya bilan birga gaplashib olamiz keyin. Alo politsiya. Shuning uchun endi bizani chaqirdingizmi? Ha, shuning uchun chaqirdim. Bizani qishloqda teshik qilib, qanaqadir narsalarimizni o'g'irlab ketyapsan qiladi. Nima deganingiz endi bu? Balkim hasharot rostdan ham chiqqandir. Yo'q, unaqa emas. Qanaqadir teshik qilgan, unaqa hasharot qila olmas edi bunaqa. Unaqa jiddiy narsalarga chaqirsangiz nima bo'ladi? O'z muammolarimiz ko'p yotibdi. Jinoyatchi qochib ketgan, eng xavfli jinoyatchi qochib ketgan. Nima? Eng xavfli jinoyatchi qochib ketgan? Ha, eng xavfli jinoyatchi qochib ketgan. O'shani qidirishimiz kerak. Sizni ham qishlog'ingizni qidirib chiqamiz, maylimi? Ha, bemalol qidirib chiqsangiz bo'ladi. O'z topolmayapmiz. Qochib ketish kerak emas edi. O'zi qamoq quruvdik. Qochib ketdi, lekin qanaqadir qilib. Mayli politsiyskilar sizlar qidiravringlar, lekin uni topish kerak edi, kim qilgan bo'lishini. Mayli topamiz sal keyinroq, hozir vaqtimiz kamroq edi. Xo'p, politsiyskilar obbo do'stlar, eshitdinglarmi? Politsiyskilarni hozir vaqti yo'qligini qilishga, lekin men bitta juda ham zo'r narsa o'ylab topdim. Qaranglar, bu qanaqadir o'yinchi-da, rostlaniki qishloq. Lekin bunaqa kichkina odam bo'lmaydi, balkim o'zi kichkina bo'lganlar qanaqa qilib, bilmasam endi. Mana teshikni qaranglar, yana qanaqa qilib bunaqa kirish mumkin bo'lgan. Rostdan ham kichkina o'yinchi bo'lgan, hech qanaqa hasharot bunaqa qila olmas edi. Mayli, ko'ramiz hozir. Men eng kichkina qamoqxona qurmoqchiman. Eng kichkina qamoqxona mana mashta. Ichiga men eng kichkina almaslar solib qo'ymoqchiman. O'sha almaslarni kimdir ko'radi-ku, to'g'rimi? O'sha almaslarning yoniga borishadi. Ana o'shani eng kichkina qamoqxonani kirishini, eshigini yopib qo'yaman. Ana bo'ldi. Ana o'shani ko'ramiz. Qanaqadir o'yinchimi, qishloqmi, hasharotmi? Hozir men narsalar olib kelishga skladga borib kelay. Oppa, mana kerakli narsalar olib keldim hammasini. Men tayyorman endi eng kichkina qamoqxona qurishga. Mana shu quraman, ichiga primanka uchun almazlar qo'yib qo'yaman. Kimdir kelgisi keladi, olgisi keladi, to'g'rimi? Yorqin narsalar olgan hasharot bo'lsa, o'yinchi bo'lsa, almazlarni kelgan, to'g'rimi? Shuning uchun almazlarni ham qo'yib qo'yamiz. Mana shuncha hajm bo'ladi. Mashinchasi kerak, bunaqa toshli bloklar olib qo'yaman. Bu toshli bloklar bo'tdan qochib keta olmaydi, do'stlar. Shuning uchun bunaqa qalinroq qilib qo'yib qo'yamiz. Ana bo'ldi. Mana polim tayyor bo'ldi qochib ketmasligi uchun. Ustiga mamnaqa reshotkalar qo'yib chiqmoqchiman. Qancha blok qilsam ekan? 7 ta qilaman. Xo'p, 3 4 5 6 7. Botdan ham 7 ta. Hammasini qilganimdan keyin sizlarga qaytaman bo'lmasam. Qishloq qochib turgan qishloqqa davay bo'lmasa quraveramiz. Shunaqa qilib hamma yoqni yoqqa kirish qo'yib qo'yaman. Qana bo'ldi? Hammasini qurib bo'ldim. Do'stlar, zerikib yetdim. Mana ko'zim og'rib ketdi. Kichkinagina qamoqxona qurish oson emas, lekin do'stlar, ana bo'ldi, tayyor bo'ldi. Ichiga bunaqa almazlar qo'yib qo'yaman. Men primanka uchun aytganimdek, mana shu uchun kiradi. Kim bo'lsa ham ana jinoyatchimchiki o'ylayman-da. Ana jinoyatchi bekordan bekor yana bizani qishloqni qidirishmaydi. Demak, qishloqdan yaqin o'sha qamoqxona, o'shaning uchun bu yoqqa kelib olgan, narsalar o'g'irlab ketgan. Xavfli-ku axir, to'g'rimi? Tommiyam shunaqa qilib chiqaramiz. Toshli bloklardan davay ketdi bo'lmasa, qiboli. Oppa, ana bo'ldi. Men tommiyam qilib oldim. Hammasi tayyor bo'ldi. Bitta kirish ochiq qoldi. Bunday kichkina joylardan chiqib keta olmaydi. O'sha kirishdan kiradi, almazlarni ko'rib, men o'sha payt yopib qo'yaman. Keyin bo'ldi, politsiyskilarni chaqiraman. Keyin olamiz bu yoqqa. Baribir zo'r bo'ldi deb bu qishloqqa yana vashi bemalolga. Oppa, nima bu? To'xtanglar, ichida almos ko'ryaptimi? Almosmi deyapti ichida? Voy bo'lmasa almoslarni olib ko'ramiz. Yana bitta tekin narsa. Yana bitta tekin almos menga. Hamma narsa oson tushyapti menga. Aytdim, ko'zlarga do'stlar, jinoyatchiman. Jinoyatchi tezroq politsiyskilarga
ketish kerak bo'lmasa. Bo'ldi, jinoyatchi ichiga kirsa, men tutib olishim kerak, axir yana qochib ketmasin. Qanaqa qochib ketadi? Lekin katta bo'ladigan konfeti bo'lsa, qochib keta oladi. Davay, ichiga kirgan, almazlar turibdi-ku ichida. Hozir ichiga kiradi deyman, tutib olaman deyishani. Davay, nega kirmayapsan ichiga? Do'stlar, polimiz. Mayli, ichiga kiramiz. Hozir bash almazlarni olib, tez surishim kerak bu yoqqa. Almazlar. Ichiga kirdi. Endi surish kerak o'tda. Yopishcha, davay, yop qo'yamiz. Davay. Qani bo'ldi jinoyatchi. Nima? Kim yopib qo'ydi mana? Jinoyatchi, tutdim-ku axir sana. Bo'ldi, mashta o'tadi umring. Hozir politsiyskilarni chaqiraman, haqiqiy qamoqxonada o'tadi. Nima qilding, kaput? Baribir qochaman bu yerdan. Bu har xil qamoqxonadan qochganman. Tez politsiyskilarni chaqirish kerak. Men bu yoqasida mana politsiyskilar. Ketib qoldi politsiyskiy mashina, lekin politsiyskilar qani? Anita turgan ekan politsiyskilar. Hozir chaqiramiz o'zimizni politsiyskilarni. Ey politsiyskilar, Kaput, bilasan-ku, men politsiyskilar bilan gaplashyapman. To'xtab turgan. men jinoyatchini topdim. Bu yoqqa kelinglar, jinoyatchini topdim. Nima jinoyatchini topdingiz? Qani jinoyatchi, men ko'rsatmayman bo'lmasa. Ketdi orqamdan, mana jinoyatchi. To'xtang, qanaqa qilib bunaqa kichkina bo'lib qo'ygan bu jinoyatchi? Bo'ldi, rahmat sizga, bo'lmasa hozir buni chiqazamiz endi. Mana sizga ko'rish uchun yana ko'rsatib qo'yaman bu jinoyatchini. Nima chiqasinglar mani bu yerdan? Nimaga bunday qilib qo'ydilar o'zi? Baptish ketaman-ku. Mana davay jinoyatchini qo'lga olinglar endi. Rahmat sizga buni tutib berganingiz uchun. Mana sen katta konfet katta bo'ldi. Bu jinoyatchi endi haqiqiy qamoqxonaga ketadi bu jinoyatchi. Davay, bor endi qamoqxonaga. Politsiyskilar bo'ldi, yaxshi bo'ldi tutib olganinglar. Voy, rahmat sizga katta konfet berganingiz uchun. Juda ham zo'r bo'ldi, lekin tutib berganingiz uchun ham xursand bo'ldi. Qanaqa bunday kichkina bo'lib qo'yganingiz o'zi bu. Bilmadim, mana kichkina konfet yegan, kichkina bo'lib qo'ygansizlar, katta konfet berdinglar, katta bo'lib qo'ygan do'stlar. Men eng xavfli jinoyatchini tutdim, tushunyapsizlarmi? Bugun eng kichkina qamoqxona qurdim. Like bo'lishi, obunasiz chiqmasa keyingi videoda kuzatishga davom eting.